arzon va minimal til bilan kelib olish uchun foydalanadigan dasturlar bor. Bulardan bittasi Efesiot Freiwilliges Soziales Jahr deydi. Ya'ni volontyor bo'lib, ko'ngilli bo'lib, ijtimoiy bir obyektlarda ishlash. Bu qariyalar uyi, nogironlar uyi, ekologik tashkilotlar bo'lishi mumkin. U yerda siz tekinga kelib, shu odamlarga, jamiyatga foydam tegsin meni deb turib ishlashingiz mumkin. Endi bizning davlatdan yoki boshqa davlatlardan Germaniyaga asosan ko'prik sifatida bundan foydalanishadi, chunki kelib turib 1 yil o'sha qariyalar uyida, nogironlar uyida ishlab, keyin boshqa o'qishga, ishga, boshqa narsaga harakat qilib o'tib ketishga shunaqa bir harakat qilishadi. Bunda sizga oylik berilmaydi, shunchaki volontyorlik, ko'ngilli sifatida ishlash deyiladi. Yotish turish, yeb ichar beriladi va bir 300-400 euro tashingeld, ya'ni bu oylik emas, cho'ntak puli berishadi. Keyingi dastur bu operlik, ya'ni Germaniyada nemis oilalariga ularni farzandiga yordamlashish uchun kelinadigan dastur. Bunda ham til juda ham bir katta, kuchli til so'ramaydi. Boyagi Efesiotda ham bir ayki bir-birlar bilan kelsa bo'ladi. Oper ham xuddi shunaqa. Oper dasturining ma'nosi bu Germaniyani traditsiyasi, Germaniya davlati va tili bilan tanishish, shu yerga kelib sayohat qilish ma'nosida, nima deydi, shunaqa niyat bilan qilinadigan narsa o'zi aslida, lekin bundan ham bizda asosan Germaniyaga kelib olish uchun foydalaniladi. Operdan keyin ham boshqa dasturlarga yoki boshqa ishlarga o'tib ketish mumkin. Ya'ni ish bo'lganda qanaqa diplomingiz bo'lsa, bir ish topa olsangiz yoki Ausbildungga o'tib ketadi ba'zi birovlar, operdan keyin o'qishga o'tib ketadi, shunaqa narsalar bo'ladi. Operda ham nemis oilasizga yotish turishingiz, yeb ichishingizni beradi, til kursi gaplashib berishadi, arzonroq bo'lsa ham va siz ularning bolalariga yordamlashib, operda ham shunaqa bir 200, 300, 400 euro cho'ntak puli berishadi mayda-chuyda narsalarga ishlatishingiz uchun. Sezonli ishlar ham bor Germaniyada, ya'ni 8 oylik mavsumiy ishga kelish, lekin bu haqda men to'liq ma'lumotim yo'q va hali kelgan bironta kimni tanimayman, ko'rmaganman. Bu haqida ham lekin video qilaman, ya'ni mavsumiy ishga ham Germaniyaga kelish mumkin qonun bo'yicha. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, kuzatib boringlar. Keyingi video xudo xolasa Efesiot haqida bo'ladi. To'liq tushuntirib beraman nimaligini.